O'zbekistonlik islomshunos olim Qur'oni Karim ma'nolarining so'zma-so'z tarjimasi kitobi muallifi doktor Sardorxon Jahongir Madina-i Munavvaraga tashrifi davomida Shayx Homid Buxoriy hafizahulloh hazratlaridan Qur'oni Karimning Sof surasi va Rahmat hadisi bo'yicha ijoza olib, bu borada Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga tutashgan sanadga ega bo'ldi. Turkiston sayyidlari va eshonlari xalqaro tashkiloti raisi, islomshunos olim doktor Sardorxon Jahongir Madina-i Munavvarada Shayx Homid Buxoriy hazratlarining huzurida bo'lib, u kishining majlislarida qatnashdi va Shayx hazratlarining ilmlaridan bahramand bo'ldi. Ma'lumki, Shayx Homid Buxoriy hazratlari Saudiya Arabistonining mashhur ulamolaridan hisoblanib, ilmu ma'rifatda yuksak martabalarga erishgan zotdir. U zotning to'liq ismlari Shayx Homid ibn Ahmad ibn Akrom ibn Sayyid Mahmud ibn Alixon al-Buxoriy al-Madaniydir. Shayx Homid Buxoriyning ajdodlari aslida Movaroun Nahr o'lkasining Farg'ona vodiysi Qo'qon shahridan bo'lib, 19-asr boshlarida Madinada qo'nim topganlar. Shayx Homid hazratlari Madinada tug'ilib, ilm tahsilini ham shu muqaddas shaharda olganlar. Oliy ta'limni esa Madina oliygohida hadisi sharif bo'yicha muvaffaqiyatli yakunlaganlar. Bu davr mobaynida ko'plab mashhur ustozlardan qiroat va hadis bo'yicha ijozalar olganlar. Keyinchalik Shayx Homid Buxoriy hazratlarining o'zlari ham shogirdlar yetishtirib, ularga ijozalar bera boshlaganlar. Ustozning turli mamlakatlarda nashrdan chiqqan bir necha asarlari mavjud bo'lib, Qohirada nashr qilingan Laqtud Duror min asanidil g'uror, ya'ni e'tiborli san'atlar ichidan marvaridlarni terib olish nomli kitobni shular jumlasidandir. Safar yakunida Sardorxon Jahongir Shayx hazratlaridan ba'zi hadislardan va Qur'on suralaridan biriga ijoza talabi bilan murojaat qildi. Shayx Homid Buxoriy hazratlari O'zbekistondan tashrif buyurgan olimning ushbu talablarini mamnuniyat bilan qondirdilar hamda ular uchun hadislardan ba'zilarini o'qib berdilar. Roviylari bilan o'qib berilgan Rahmat hadisi, Muoz bin Jabalning Mahabbat hadisi hamda Buxoriyning Sulosiyoti, ya'ni sanadida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, sahobiy, tobiy, Imom Buxoriy bo'lgan 3 ta roviy orqali yetib kelgan eng qisqa va eng oliy sanadlar shular jumlasidandir. Shuningdek, Shayx Homid Buxoriy Shayx Sardorxon Jahongirga Qur'oni Karimning Sof surasini ham o'qib berdilar. Olamlar Robbisiga hamd va payg'ambari Muhammad sallallohu alayhi va sallamga salovatlar bo'lsin. Hijriy 1447-yil Jumodul Ula oyining 26-si dushanba kechasi mening Madinadagi uyimga O'zbekistondan Turkiston sayyidlari va eshonlari xalqaro naqobati raisi birodarimiz doktor Shayx Sayyid Sardorxon Jahongir tashrif buyurib, bizlarni bag'oyat mamnun qildi. U kishi mendan sanadi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamgacha yetib boradigan ba'zi hadislarni eshittirishimni so'radi. Allohning izni bilan bugungi majlisda Shayx Sardorxonga musalsal hadislardan Mahabbat hadisi, Rahmat hadisini, shuningdek Qur'oni Karimdan Sof surasini o'qib eshittiramiz. So'ngra majlis yakunida Imom Buxoriyning sahihidan birinchi hadisni hamda Imom Buxoriyning Sulosiyotidan ham o'qib berish bilan yakunlaymiz. يعني الصنابحي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ إني أحبك فقل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
men unga mazkur hadislar bo'yicha ijoza berdim. Alloh taolodan Shayx Sardorxon Jahongirga ushbu ijozani manfaatli bo'lishini so'rayman. Hamda mening ta'lifimdagi Laqtud Duror min asanidil g'uror, ya'ni e'tiborli isnodlar ichidan marvaridlarni terib olish nomli kitobimni unga taqdim qilaman. Shuningdek, Shayx Sardorxon Jahongirga mazkur kitobni puxta mutolaa qilishini va zarur bo'lganda soha ulamolariga murojaat qilishini va ilm toliblariga o'qitishini ham tavsiya qilib qolaman. Allohdan biz musulmon ummatini doimo Rasulullohning sunnatlariga muvofiq hayot kechirishimizni, shu yo'lda dunyodan o'tishimizni va uning shafoatiga muyassar bo'lib, Jannatul Firdavslarga kirishimizni duo qilib qolaman. أجزتك بكل ذلك قل قبلت بارك الله Mana yuqorida zikr qilinganlarning barchasi uchun sizga ijoza beraman. Shayx Homid hazratlari ijozatnomani berishdan avval Shayx Sardorxondan uni qabul qilganliklarini bildirish ma'nosida qobiltu lafzini aytishlarini so'radilar. Sardorxon Jahongir esa an'anaga muvofiq ravishda qobiltu, ya'ni qabul qildim deb javob qildilar. Shundan so'ng ijozat odatidagi tartibga muvofiq uni yozma ravishda qayd qilib, guvohlar huzurida Shayx Sardorxon Jahongirga topshirdilar. Shayx Homid Buxoriy hazratlari Shayx Sardorxonga Qur'oni Karimning Sof surasini 2 qiroatda o'qib ijoza berdilar. بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم Mazkur ijoza olimning ilmiy faoliyatida muhim bosqich bo'lib, ilmiy izlanishlarida baraka va muvaffaqiyat tilab berilgan ruhiy ma'naviy ishonch maktubi sifatida qadrlanadi. Shayx Homid Buxoriy ustozlaridan olingan ijozalarning mazmuni va bu ijozaning islomiy ilmiy an'analaridagi o'rni haqida ham so'z yuritdilar. Ijozat marosimi so'ngida Shayx Homid Buxoriy hafizahulloh Shayx Sayyid Sardorxon Jahongirga xayrli duolar qilib, ijozatnoma bilan muborakbod qildilar. Shayx Sayyid Sardorxon Jahongirning muallifligida chop etilgan kitob namunalari